هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ahzab tefsiri 39. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ahzab suresi 38. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula yeni peygamberler Allah'ın emri fermanlarını yetkizidi. Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mu Allah'tan gayriden korkmaslıkta şu peygamberlerge ergeşkin. Allah hem işladın hesap ilişka yeterliktir. Muhammed aranladaki erlerden hiçbirinin atısı emas. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahırkısıdır. Allah onun bilen peygamberlikini ahırlaştırgan. Onundan keyin hiç kandak peygamber kelmeydi. Allah hemmin esini bilgicidir. Sizlerinin söz hareketinlerden hiç nerse Allah'a mahfi emas. Allah Teala'nın emir fermanlarını yetkizgenlerinin medhilindiğanlığı doğrusuda. Büyük ve yüksek Allah ulanı medhilep mındaktaydı. Ula yani peygamberler Allah'ın emir fermanlarını yetkizdi. Yani ula Allah Teala'nın emir fermanlarını bendilerge yetkizdi. Onu öz cayida toluk ada kılıdı. Allah'tan korkudu. Yani fakat Allah Teala'dan korkudu. Onundan başka hiç birinden korkmaydı. Hiç kimnin hükümranlığı ulanı Allah Teala'nın emir fermanlarını yetkizişten tosup kalalmaydı. Allah hem işladın hesap ilişki yeterliktir. Yani Allah nusret ata kılışka yardım berişki yeterliktir. Bu mertebege belki bütün esil mertebelerge en şerefli insan Allah Teala'nın peygamberi Muhammed Aleyhisselam münasiptir. Çünkü o peygamberlikini ada kıldı. Onun peygamberlikini şerikten tatıp garipkiçe her xil ırktaki Adem avladının hemmisiga yetkizdi. Allah Teala onun davetini, dinini ve şeriatini bütün dinler ve şeriatlar üstüden galip kıldı. Onundan ilgiriki peygamber fakat özünün kavmigila has peygamber kılıp evetiletti. Ama Peygamber Aleyhisselam bütün insanlığa Araplargımı, Arap olmayan milletlergimi peygamber kılıp evetildi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed, aytqin ki, ey insanlar, men hakikaten sizlerning hammanlarga Allah tarafından evetilgen elçimen. Onundan keyin tebliğ qilish şerpiga onun ümmeti varislik qildi. Onundan keyin davetini en yüksek derecede yetkizgenler onun sahabelarıdır. Sahabeler onundan o cemi sözlerinde, amellerinde, ahvallarda, keçi bilen gündüzde, muqim turgan ve seferge çıkan jarayonda qilgan meşguliyatlarda, yoshurun ve aşkar adetlerde ularni qandaq buyurgan bolsa, shu peti yetkizdi. Allah ulardan razı bolsun ve ularni razı qilsin. Ondan shu tarafga
zamonimizgacha keyin kelganlar o'zlaridan burunqilarga varislik qildi. Hidoyat topganlar ularning nuriga ergishdi. Tavfiq topganlar ularning tutgan yo'liga mangdi. Keremlik ve sahavetlik Allah Teala'dan bizni ularning izbasarlardan qilishni so'raymiz. Peygamber aleyhisselamның erlerden hiç birinin atısı emaslik doğrusida. Muhammed aranglardaki erlerden hiç birinin atısı emas. Allah Teala bu ayetten keyin Zeyd ibn Muhammed deb chaqirishdan to'sdi. Gerçi Peygamber aleyhisselam onu balı qilib olgan bo'lsa-mu, onun öz atısı emas idi. Peygamber aleyhisselamның hiç bir oğul balası balağatga yetkichi yaşamadı. Peygamber aleyhisselamның Hadice radiyallahu anhadan tug'ilgan Qasim, Tayyib ve Tahir isimli 3 oğlu bulup, ular kichik chig'ida vafot bo'lib ketgan. Peygamber aleyhisselamның yana Mariya Qibtidan tug'ilgan İbrahim isimli yana bir oğlu bulup, umu hem emçektiki vaqtida vafot bo'lgan. Peygamber aleyhisselamның Hadice'den tug'ilgan 4 qizi bulup, ular Zeynep, Ruqiyya, Ummu Kulthum ve Fatime'lerdir. Allah ularning hammasidan rozi bo'lsin. Peygamber aleyhisselam hayat vaqtida 3 qizi vafot bo'lib ketgan. Fatima radiyallahu anha Peygamber aleyhisselamdan keyin bir mezgil yaşadı. O atısını sığınıp kesel bulup yetip kaldı ve atısından 6 ay keyin vafot bo'ldi. Onun peygamberlerinin ahirkisi ekanligi to'g'risida. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahirkisidir. Allah onun bilen peygamberlikni ahirlashtirgan. Onundan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emas. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu ayet Peygamber aleyhisselamdan keyin hech bir payg'ambarning kelmaydiganligiga dalildir. Peygamber aleyhisselamdan keyin hech payg'ambar kelmaydiganligi haqida sahabe radiyallahu anhumlarning nurg'un mutawatir hadisleri rivayet qilingan. İmam Ahmed Ubay ibn Ka'bning otisi Ka'b radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivayet qildi. Men payg'ambarlarning ichida bir uy solgan. Men payg'ambarlarning ichida bir uy solgan. Uyni chiroyli va mukammal qilib bitirgan. Biroq bir kesakning o'rnini bo'sh qoldirgan odamga o'xshayman. Odamlar binoni aylanib chiqib, u bo'sh o'rindan hayron qilishib, bu kesakning o'rnimi butun bo'lib ketgan bo'lsa, naqadar go'zal bo'ladi-gana deyishidi. Men payg'ambarlarning ichida ana shu kesakning o'rnini to'ldirguchiman. Bu hadisni İmam Tirmizi rivayet qildi. İmam Ahmed Anas ibn Malik radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivayet qildi. Shek shubhisizki risale, ya'ni Allah Teala'nın emr farmonlarini tabliq qilish ve nebuve, Allah tarafından xabar yetkizish, ya'ni payg'ambarlik albatta oxirlashdi. Mendan keyin hech rasul, yani Allah Teala'nın emir fermanlarını yetkizgichi ve hiç nebi, yani Allah tarafından evetilgen peygamber haberci bo'lmaydi. Bu söz Adem'le ağır geldi. Ondan Peygamber aleyhisselam, ve lekin hoş bişaretler ba dedi sahabeler. Ey Allah'ın peygamberi, ne mi hoş bişaret o dedi. Peygamber aleyhisselam, Müslüman Adem'nin düşü o peygamberlikning parçalarının bir parçasıdır dedi. Bu hadisni İmam Tirmizi rivayet kıldı. İmam Ebu Davud Tayalisi Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kıldı.
Men bilen payg'ambarlarning misoli bir uy sağan, u uyni puturib chiroyli yasagan, lekin bir kesakning o'rnini bo'sh qoldirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Mayli kim o uyga kirib uni ko'rsa, faqat bu kesakning o'rni putib ketgan bo'lsa, u nima degan chiroyli bo'ladi deydi. Men bu kesakning o'rniman. Men bilan payg'ambarlar oxirlashdi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va Tirmiziy rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bilan payg'ambarlarning misoli bir uy sağan, faqat bir kesakning o'rnini qoldirib, qog'inni to'liq putirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Men ana shu kesakning o'rnini to'liqlig'il keldim. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan men bilan mendan ilgirki payg'ambarlarning misoli uylarni sağan, uylarni mukammal, chiroyli va go'zal qilib putirgan. Lekin uylarning bulunglaridan birer bulungda bir kesakning o'rnini qoldirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Odamlar uylarni aylandi. Uylar ularni hayron qoldirdi. Ular bu yerga bir kesak qo'ygan bo'lsang, uying tamoman puturgan deyishdi. Men ana shu kesakning o'rni bo'laman. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening 6 turlik ishda boshqa payg'ambarlardan ortiqchiligim bor. Menga g'animatlar halol qilindi. Zimin, masjid va pok qilib berildi. Men butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. Payg'ambarlik men bilan oxirlashdi. Buni Imom Tirmiziy va Ibn Majah rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bilan mendan ilgirki payg'ambarlarning misoli bir uy sağan, uni puturib faqat bir tal kesakning o'rnini bo'sh qoldirgan odamning misoliga o'xshaymiz. Men kelib ana shu kesakning o'rnini putirdim. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening haqiqatan nurg'un ismim bor. Men Muhammad, men Ahmad, men Mahi, ya'ni o'chirguchi. Alloh taolo men bilan kufrni o'chirib tashlaydi. Men Hashir, ya'ni yiqquchi. Men dastlab turgan yerga insonlar yig'iladi. Men Saqib, ya'ni oxirlashqichi. Mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Bu haqda rivoyat qilingan hadislar ko'pdir. Alloh taolo Qur'onda payg'ambar alayhisalom bo'lsa, mutawatir hadislarda har qanday kishi sharifini da'vo qilsa, uning puchug'i chiqqan kazzab, yolg'onchi, dajjal, azg'un va kishilarni azdirg'uchi ekanligini bildirish uchun Muhammad alayhisalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligini bayon qildi. Agar u butun kuchi bilan yolg'onni to'qib, hiyla ishiltib, turli sehrlarni, tilsimatlarni va ko'z bo'yamchilikni elib kelsa-mu, sog'lom dil egillarining nazarida uning hammasi bekordir. Gumrohlikdir. Buning misoli pok va buyuk Alloh Yamanda Asvad anisining qo'li bilan Yamamida Musaylama kazzobning qo'li bilan ko'rsatgan buzuq harakatlarni va so'g'uq so'zlarni ko'rgan har bir sog'lom dil egisi, aql egisi va dalil talab qilguvchi u ikkisining yolg'onchi va ozg'un ekanligini bilib olgandeklar ishdir. Alloh u ikkisiga la'nat qilsin. Qiyomat kunigacha payg'ambarlikni da'vo qilgan har qanday kishi ana shu yolg'onchilarning har biri bilan
onun yalğançılığını çandırıdığan işlerini yardıdı. Ölümalar ve müminler o işlerini köygende onu dava kılgıcının yalğançı ekenligini körüp alalaydı. Mana bu Allah Taala'nın insanlığa bolgan tamami mehribanlıqıdır. Əməliyyat qaraydigan bolsaq, ular haqiqatan yaxşılıqqa buyurmaydı. Yamanlıqdan tosmaydı. Tasodifi bo'lib qolgan yoki ular o'zlarining maqsadlariga yetish uchun qilganlari buningdan mustasnodir. Ularning so'zlarida va ish harakatlarida g'oyat zo'r darajada ig'vogarchilik va yomonlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular her bir ig'vo to'qig'ichi gunohkorlarga tushidi. Payg'ambarlarning ahvoli tamoman buning aksichi bo'ladi. Ular rost, to'g'ri, tuz va haq so'zlarni qildi. Yaxshi ishlarni qildi. Yaxshilikni buyurdi, yomon ishlardan to'sidi. Ular so'zlarini va ish harakatlarini shonliq mo'jizalar, ro'shan dalillar va keskin paketlar bilan isbotlaydi. Ularga Allohning rahmati va salami zamin va osmonlar harakatdan to'xtag'icha qiyomat kunigacha davomli bo'lib tursin. Alhamdulillah, Alloh shukürler bo'lsin. Yuqorida Sura Ahzob tafsiridan 40-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.